bo'lgan intilishlari qo'llab-quvvatlanyapti. E'tiborli tomoni, ular faqat robotni yasabgina qolmasdan, balki uni kodlashtirish jarayonini ham amalga oshirishadi. Mana shu yo'nalishdagi ularning bilimlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida har yili robokoding musobaqasi o'tkaziladi. Bu so'z yozmoqchi bo'lgan yoshlar respublikada birinchi o'rinni qo'lga kiritib, xalqaro musobaqaga yo'llanma olishdi. Maktabda zamonaviy laboratoriya va robototexnika to'garaklari tashkil etilganligi o'quvchilarning qiziqishini yanada oshirmoqda. Ustozlar esa har bir g'oyani loyihaga aylantirish uchun amaliy ko'mak berishmoqda. Biz jamoamiz bilan 2024-2025 yil o'quv yilida shu robokoding olimpiadasida viloyat bosqishida birinchi o'rinni qo'lga kiritib, respublika bosqichida yaxshi qatnashib kelgandik. Bu yil kuchli tayyorgarlik ko'rib, faxrli birinchi o'rinni respublika bosqichida qo'lga kiritdik va xalqaro bosqich yo'llanmani oldik. Bu tanlovlar robotni dasturlashni va robotni yaxshi konstruksiyalar yasashni o'rgatadi va bizga yuqori natijalarni qo'lga kiritishga yordam beradi. Kelgusi bosqichga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, oltin medalni qo'lga kiritmoqchimiz. O'zbekiston yoshlari ham jahonda nimalarga qodirligini isbotlamoqchimiz. Menda robootga qiziqish 7-sinfligimda boshlangan. Kelgusida men o'zi avtonom tarzda boshqariladigan robot yasamoqchiman.